Ders, har kuni ders. Mehmon yaxshimiz? Mehmon keldimi? Uydagilar hamma yaxshimi, charchamasdan? Ha, keluvdik biz ham. Ha, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Tog'a, assalomu alaykum. Jiyan, qalaysan? Yaxshi. Men ketdim ko'chaga. Qayoqqa? O'ynayman. O'ynasam bo'ladi-ku, to'g'rimi? Mayli. Rahmat. Jinnivoy, dadang qanday ruxsat berdi ko'chaga o'ynagani? Bizni uyimizga mehmon kelgan. Men xohlagancha o'ynashim mumkin, xohlagan ishimni qilishim mumkin. Na, o'tdi. Ha, qaynonanglar yaxshimi? Rahmat, o'z joyidami ishlaringiz? Rahmat. Yaxshi yuribsiz. Ha, o'zi yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Yo'q. Yo'q, qayni to'g'rilayapman. Tog'a, Jiyan, dadam. Ha, Ana, yaqinda olib kelgan chokatellarimiz qayerga qo'yuvdik? Eslolmayapman. Chokatilla qolmagan. Yo'q, kechagina olib kelgan yangi chokatellar bor-ku. Ha, kechagi chokatillarmi? Tosh ustida turibdi. Qayerda? Tokchani ustida turibdi. Rahmat, dadajonim. Tog'a, Jiyan, siz uyingizda biror nima sinsa nima qilasiz? kelgan balo qazo shunga ursin deyman, Jiyan. Zo'r ish qilar ekansiz. Kelgan balo qazo shunga ursin. Mayli, pochcha. O'tinglar bizlarniki ham kutaman. Xo'p, pochcha, rahmat. So'nggi so'zimni aytsam bo'ladimi? Xo'sh. Ay, og'riydi-ku. Assalomu alaykum. Jiya yaxshimisiz? Sog'lig'ing yaxshimi? Charchamayapsan, tuzimisan? Agar uyga mehmon kelgan ekan, men o'ynagani ketdim.